X mashinasida juda ko'p holatlarda sipleni отказ qilishli holat kuzatiladi. Bundan 8 yil, 10 yil oldinlari xuddi shu muammo Lacetti'larda kuzatilgan. Ya'ni Lacetti'ni vyjimnoy 400 ming bo'ladigan bo'lsa, qo'yilganida отказ qilib yuborgan. Bularning vyjimnoyi unga qaraganda qimmatroq. Biz bunga yechim sifatida Nexia qilib berganmiz. Mana okalar qaranglar, yumshoq, hech qanaqangi muammo qilib, yo'lda отказ qilib qoldirib olmaydi. 10X'larda avtomat va mexanika chiqqan. Mexanikalarda vyjimnoy juda ko'p holatlarda отказ qilib, sipleni butkul ishlamay qolish holati kuzatilib qoladi. Ko'rishingiz mumkin, Nexia'ni shitogi, vilkasi, hamma narsasini qo'yilgan. Usti okalar uchun ham bir manfaatli bo'lsin, 10X haydaydigan okalar uchun ham manfaatli bo'lsin. Nexia'ning orqa shitogini qo'yiladi, sandallarni qo'yiladi, vyjimnoylarni, vilkalarni qo'yiladi. Pastki tomoniga xuddi shunaqangi qilib, bitta vtulka yasab turib, korobkaga svarka qilib qo'yiladi. Hech qanaqangi muammo yuzaga kelmaydi. Bu tomoniga esa sipleni bachoq o'tiriladi, shu bilan muammo butkul bartaraf bo'ladi. Videoni maksimal 10X haydaydigan okalarga va usti okalarga tarqatib qo'yasizlar. Video manfaatli bo'lgan bo'lsa, like bosib qo'yasizlar.